Endi teoriyadan praktikaga o'tamiz. Ko'pchilik o'ylar ekan, menda faqat konsultatsiya, diagnostika, montaj bio deb o'ylar ekan. O'shaning hisobiga men har bitta obyektdan endi kunlik videolarni sizlarga ko'rsatib turaman. Qanaqa ishlar qilayotganimizni. Mana bugun hozir salkam 130 kvadratli joyi bolalarimiz, ustalarimiz birinchi sloy bazalt vatasini hozir montaj qilinyapti. Bu texnologiya ikkita sloyli montaj bo'ladi, ya'ni mokriy montaj. Yevropada bu juda ham keng qo'llaniladi. Shuni hisobiga men uni keyingi videolarda qanaqa samarali natija berishini tushuntirib o'taman. Yana bitta bugun foydali ma'lumot beraman, ya'ni materiallarning birkalarini o'qishi. Mana bu Penaplex ko'ryapsizlarmi? Hamma daniylar bor. 50 mm 8 ta list G4, ya'ni gruppa горючести va eng asosiy bizga kerakli bo'ladigan ekspertlarga lambda 0.034 teploprovodnost. Endi bazalt vatani birkasini o'qishni o'rgataman. 50 mm bitta upakovkada 432 kvadrat, razmerlari, ya'ni eniga va bo'yiga. Bitta upakovkani kubaturasi va bizga ekspertlarga kerak bo'ladigan teploprovodnost. Yana bitta layfhak sizlarga, agar mabodo birkasi bo'lmasa, plotnostini tekshirib olishni men o'rgataman. Bo'yi, eni va ko'paytiriladi balandligiga. Bu 3-sinf matematikasi, kubaturasi kelib chiqadi. Taroziga qo'yasizlar, necha kilo bo'lsa, misol uchun deylik, hop, chiqdi bu 25-92 kilo. Kubaturasiga bo'lib yuborsanglar, o'shanda plotnosti kelib chiqadi. Mana 25-92 kilo chiqadigan bo'lsa, boyagi eni va bo'yini o'lchaganinglardan keyin 0.216 kub chiqadi. Mana deylik, birkasi yo'q. Ana buni bo'lganinglardan keyin bu upakovkani foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va podpiska, sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.